Assalomu alaykum, hurmatli Emali Group kompaniyasini, Ajdar kompaniyasini, NMK kompaniyasini aziz muxlislari, respublikamizning gazlashtirilmagan hududlarida uyini boshqa yoqilg'i turi bilan isitish ilinjisida yurgan muhtaram fuqarolar, bugun sizlarga korxonamiz tomonidan Rossiya Federatsiyasi Novosibirsk shahrida joylashgan NMK zavodini atom seriyali kotyullari bilan tanishtirib o'taman. Bu aynan bunkerli kotyullar bormi degan xalqimiz uchun maxsus olib kelindi. Bu kotyol NMK zavodi atom seriyali kotyollarni ikki xil kuchlanishda ishlab chiqaradi. Demak, birinchisi 20 kilovatlik, bu patolog balandligi 3 metrgacha bo'lganda 200 metr kvadratgacha qo'yiladi va atom 55 kilovatli kotyolimiz bu patolog balandligi 3 metrgacha bo'lgan vaqtida 550 metr kvadratgacha qo'yiladi. Kotyollarimiz ST3, SP5 qalyonli staldan ishlab chiqarilgan. Bu ham ikkisi ham kotyollarimiz bitta zagruzka qilganda zavod uyni teplоизоляциясini, radiatorlarning to'g'ri qo'yilishini va kotyolning to'g'ri ishlatilishini qarab turib minimum 4 kun vaqt bergan. Demak, kotyolimizni to'la-to'la kichik to'ldirib ishlatgan vaqtimizda kotyollarimiz 4 kun ichida odam faktori qatnashmasdan full avtomat rejimda o'zi ishlayveradi. Demak, 20 kilovatlik kotyolimiz bilan tanishib chiqamiz. 20 kilovatlik kotyolimizni komplektida o'zida invertorli ventilyatori chiqadi va zolniy kul yo'llarini, havo yo'llarini tozalab turish uchun o'zini avtomatikasi bo'ladi. Ya'ni bunda Magnum seriyalarda, Magnum avtomatlarda bo'lgani kabi mana shuning kul yo'llarini tozalab turadigan o'zini avtomatikasi bor va boshqaruv pulti bor. Boshqaruv pulti ikki vazifani bajaradi. Birinchi, buni necha soatdan bir ishlashi va ventilyatorni necha gradusga chiqib to'xtashi kerakligi bo'yicha ma'lumot berib turadi. Bu yerda datchiklari bor. Bular datchiklar podachaga ulanadi, ustakalarimiz biladi. Tak, 20 kilovatlik kotyolimiz bo'yicha gaplab o'tadigan bo'lsak, 200 metr kvadratgacha yerni isitadi. Atom 20miz ichidagi suv miqdori 125 litr suv oladi kotyolimizni o'zi. Kotyolimizning og'irligi 358-360 kg, рабочий давленияsi 2 bar. Kotyolimizni o'zi bunkeri bilan birgalikda ko'mir sig'ishi 250 litr deb ko'rsatilgan. Demak, ko'mirning fraksiyasini qarab turib, bu 210 kilodan 230 kilogacha kotyol va bunkeri ikkisi birgalikda oladi. 55 kilovatlik kotyolimiz patolog balandligi 3 metrgacha bo'lgan vaqtida 550 metr kvadrat joyni bemalol isitadi. Kotyollarimiz nijniy горение kotyollar hisoblanadi bular. Isitish maydoni 550 metr kvadrat, ichidagi suv miqdori 230 litrni tashkil qiladi. Kotyolimizni og'irligi 55 kilovatlikni o'zi tarasiz 685 kilogramni tashkil qiladi. 685 kilogram og'irlikdagi kotyolimiz bu. Kotyolimiz bunkeri bilan birgalikda kotyolning ichine 280 litr ob'yomdagi ko'mir sig'adi. Demak, bu ham ko'mirning fraksiyasini qarab turib 220 kilodan 260 kilogramgacha ko'mir oladi. Demak, biza bu kotyollarimiz har xil ko'mirda ishlaydi. Bo'ri ugal, kamenniy ugal yoki antratsitda fraksiyasi 12 mm gacha bo'lgan. Ya'ni men penoplastdan qirqib oldim, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Mana kotyollarimiz nijniy горение kotyol bo'lganligi uchun bunga regularniy tozalash kerak bo'ladi. Atom 55 kilovatlik kotyolimizni uzunligi 120 metr bo'lgani uchun yon tomonidan maxsus atom 20 da bitta zolniy yashga oldinda bo'ladigan bo'lsa, bunda mana orqa tomonida maxsus tozalash uchun ikkita o'zini zolniy yashlari bo'ladi. Mana bu yerda bittasi va mana bu yerda birisi. Ya'ni tepadagi prochistительный lyuk orqali ko'mirni tozalaganda shu teplообменникка yopishib qolgan hamma musor mana shu zolniy yashiklarga tushadi. Tak, 20 kilovatligimizda past turbonaduf turadigan bo'lsa, 55 kilovatlik kotyolimizda dimoxodga mana shunday asos qo'yiladi. Mana bu o'zini komplektida chiqadi. Bu ham uchlik qalyonli staldan ishlangan. Demak, 55 kilovatlik kotyolimizni avtomatikasi to'g'ridan to'g'ri mana bu yerdagi ventilyatorga narsani beradi. Buyruqini beradi va kul yo'llarini tozalab turadi, havo yo'llarini.
Avtomatikasi juda ham oddiy. O'zi bitta mana shu knopka orqali, rычаг orqali regulirovka qilinadi hammasi. Kotelni stali bo'yicha aytib o'tdim. Kotelni stali SP3, SP5 kalyonli staldan ishlangan. Kotelimizni ish tuzilishi mana shunday. Rasmda ham ko'rsatib o'taman. Bu kotellarni sizlar to'g'ridan-to'g'ri Ajdar firmasi, Emali Group tarkibiga kiruvchi Ajdar kompaniyasi orqali Novosibirskdagi NMK zavodini rasmiy yagona O'zbekistondagi diler bo'yidan sotib olishingiz mumkin va bizning hamkorlarimiz bor. Bu demak Vodiyda, Farg'ona vodiysida bor, Samarqandda, Buxoroda, Qoraqalpog'iston Respublikasida, To'rtko'lda va Beruniyda va xuddi shuningdek Xorazm viloyatida, Urganch shahrida bizning hamkorlarimiz bor. Telefonlarim mana tagida yozilgan. Shular bilan gaplashib, ma'lumotlar kerak bo'lsa ma'lumotlarni olib, agar sotib olish qiziqishinglar bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi qo'ldan olaman desangiz, biza yoki bizni rasmiy hamkorlarimiz orqali olishingiz mumkin. Ma'lumotlar foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agarda savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarimiz ko'rsatilgan. Shu telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.